Bizdan ko'pchilik so'rayapti, Moskvadan qaytmoqchimiz, qachon bilet olganimiz ma'qul, qancha erta olib qo'ygan yaxshi deyishyapti-da. Misol uchun mana ko'ramiz, 20-avgustga ko'radigan bo'lsak, 21-avgustga. Xo'p, narxlarimiz mana Vnukovadan 21-avgust Farg'onaga O'zbekiston havo yo'llari orqali. Mana narxlarni ko'rib turibsizlar, 4.158.000 so'm. Biz bagaj 4.378.000 so'm bagajli variant. Endi shuni avgust oyi uchun emas, mana ko'pchiligimiz oktyabrlarga qaytamiz. Oktyabrlarda ko'raylik, mana 17-oktyabr deylik. Xo'p. Mana 17-oktyabr O'zbekiston havo yo'llaridan Vnukovadan Farg'onaga. Narxlarimiz ko'rib turibsizlar, tafovut qanchalik kattaligini. Endi bundan keyinroqqa ko'rsak, bundan ham yengillari chiqaveradi. Shuning uchun hozir qancha erta biletni olib qo'ysangiz shuncha yaxshi. Qancha oldin olsangiz shuncha yaxshi. Shuncha qulay chiqaradi.